Oldinga yurishga nima sabab to'xtamayapsiz? Har teshikdan chiqib kelyapsiz. Bundan 5 yilcha oldin Rossiyada bir qurilishda ishlaganman. Padizini yuvib, qo'limda shvabra, pollatda, chelak bilan liftni tugmasini bosdim. Tepa etajdan uy olishgan shekil, o'zim tengi 2-3 ta yoshlar tushib keldi. Endi qo'limdagi narsalar bilan ichariga kiraman desam, bittasi menga qarab, "To'xta, sen kirmaysan, keyingisida ketasan" dedi o'rganib. O'sha gap shunchalik ta'sir qildiki, bir hafta o'zimga kela olmadim. Har safar eslaganimda ko'zimga yosh kelardi. Mani ulardan nimam kam? Ulardan ortiq bo'lsam ortiqmanki, lekin meni mensishmadi derdim. Mana zamon o'tdi, vaqt o'tdi, lekin ba'zi bir davralarga borganimda hali ham ayollar, qizlar yuqoridan gapirishga, mensimagandek gapirishga harakat qilishadi. Hozir meni mensimagandan emas, men ularni mensimay qo'yishimdan qo'rqishadi.